Assalomu alaykum Parkin Chorva obunachilari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugun xudo olsa bitta sotiladigan buqamiz bor edi. Obzorini qilib beramiz. Bugungi sanamiz haftaning chorshanba kuni 7-may. Toshkent viloyati Parkin tumani Boyqozon qo'rg'onida bo'ladi videomiz. Qani boshladi. Bismillahirrohmanirrohim deb. Bir dona gibrid buqamiz bor ekan, sotiladigan mana. Boshlarini ko'rsatib beramiz. 4 tili oyog'i, yeb-ichishlari hammasini aytib beramiz. 4 tili oyog'i sog'lom buqamizni, yeb-ichishlari zo'r. Yoshi 1 yosh bo'ldi. Bo'yi 1.40 plus minus atrofida 1.40. Zotga yokida burdoqiga boqishga zo'r tushadi, xudo olsa. Tunnali bo'ladi buqamiz. Eng glavnisi bu jaydar emas, gibrid. Orqalarini hozir olib ko'rsatib beramiz. Mana orqalari. Orqalari ham keng, kichkina narsa emas buqamiz, mana xudo olsa mana. Shoxlari kuydirilgan. Yeb-ichishlari sog'lig'iga javob, bir hafta garantiyasi bor. Buqamizni endi narxiga keladigan bo'lsak, 30 million so'm, azgina xayri bor, xudo olsa, azgina xayri bor, o'tib beramiz. Buqa lekin sifati bo'yicha liboyni olaveradi. Ko'ryapsizlar mana. Orqalari bigiz emas buqani. Buqamiz 1 yosh. Ya'ni daji boq bo'lsa, tunnali bo'ladi, xudo olsa. Mana oldilari ham kichkina emas, mana. Buqa sifat. Olasizlar zotgami yokida bo'rdoqigami zo'r tushadi mana, xudo olsa. Laklari bosib, obuna bo'lib ketinglar. Bir dona obunalar ayamasanglar, xudo olsa bundan zo'r buqlar chiqarib boraveramiz. Hammalarga rahmat.